Hürmetli vatandaş, leksiyemizi davamlaştırıyoruz. Sizlerle birlikte bir işe gap kılaylı. Hazır görüp ötük birinci xatar Hong Kong'da bugünden başlap, hayatından başlap Cungo tüzüp tarqıtıdığan Hong Kong'cu devlet bir xatarlı kanunu yolu koyuldu. Bu kanun icra kılınışı Şangang'da hedef kol gelişi mümkün. Xitay hükümeti hem de bastırışın şekli iki xil değil. Biri kol geliş bilen bastırış şekli. İkincisi ok çıkırış bilen bastırış şekli. Hazırca bu iki şeklin kaysını kullanılır. Xitay hükümeti de şundak cüret var mı? Şundak niyet bolsun mu? Lekin şundak cüret var mı? Bunu aldığımızda görümüz. Hazır Şangang halkının, Hong Kong halkının eti namayış birinci günü namayış tayyorlik qilayotganligini sizlarga degan edik. Akşam qilpal o'tib ketgan xabarda shunday ko'rsatildi. Şangang Hong Kong halkı namayış chiqdi deyildi. Allah xolisi bugun kecha yoki atagacha buni ko'ramiz. Endi hozir Şangang Tibetga aylandi dedik o boshing. Memleket bo'yicha aytganda Hong Kong hozir Cungo mamlakatining bir o'lkasiga yoki bir alayda rayon emas, hem de alayda rayon tugidi. Çünkü ikki narsa tugidi Hong Kongda. Kanunun müstakillik, yani adliye müstakilliği tugidi. Ondan keyin yüksek otonomiya tugidi. Biri şekil, biri kanun şekli, biri memuriyet şekli tugidi hesapta. Muşu kanun yolu koyulgandı keldi, bu tugidi. Yani bunun karta Hong Kong halkı kandak inkas kaytırdı, bu muhim mesele. Enendikin xalqaro cemiyet kandak inkas qaytı. Biz arlıq sizlərə sözlük də yakındalar. Hong Kong meselesi, Hong Kongça kanun, devlet bexatarlığı kanunu yolu koyulgan bolsa dedi. Avrupa İttifaqı maqullagan qararada bundan kelib chiqadigan açıq, aqıbətli Cungo özü egi bo'lishi lazım. Şu dereceye yetken idi. Gerçi Amerika Qo'shma Shtatları bu derecede bayonot e'lon qilmagan bo'lsa-mu hozircha, lekin Hawaii yig'inidan keyin 6-oyning 17-kunidan keyin hozirgacha yuqorqi xabarda Amerika bunga ancha qiziqmi debdi. Buning sababini bilgili bo'lmaydi. Bu kishi xabar yozg'icha nima nazar tutdi. Lekin Hawaii yig'inidan taki hozirgacha davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Xinjiang meselesi, Hong Kong meselesi degan bu meseleni herkes taşlıyor etmedi. Qayerden notuk sözü şu notukta bu mesele o'ttirg'i chiqib keldi. Endi qonun Xitoy yo'lga qo'ydi deyli bugun. Bunun yana qandaq inkas qaytardi. Yuqorqi leksiyada debdi bu 9-oy qoldirildi deydi. Rost shundaqmi emasmi bu atidan boshlab amaliyot orqali isbotlarni hurmatli vatandosh chiqilib bugun Xitoy qilaman degandek qildi. Qilaman degani bo'yicha qonunni tuzdi, ma'qulladi. Hammasi bir og'izdan deyishibdi, ma'qulladi. Endi boshda aytgandek inkasni aytib ko'ramiz. Enendeki üçüncü muhim mesele qarab turing, hozir Xitoyning xalq vakillari qurultayi Hong Kongcha davlat bexatarligini yo'lga qo'yishni o'ttirib qo'ydi. Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zennes Amerika ovozidan Xitoy kechiralar. Erkin Osiyo radio stansiyasining Xitoy til programmasiga yuqorqidek so'zildi. Nima dedi? Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida mustamlika Uyg'uristonda hozir o'ttirib qo'yilayotgan markazlik siyosat yoki ijro qilayotgan markazlik siyosat, bostirish siyosati, irq tozalash, irq yo'qotish siyosati. Bu xalqaro jamiyatda irq yo'qotish, irq tozalash siyosati deyiladi ekan. Shu to'g'rida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qonun nizomlari bor ekan, yoki irq yo'qotishni chekinagicha. Ening oxirida Adrian Zennes nima debdi? Planliq tug'ut, ya'ni tug'ut cheklash siyosati bu irq yo'qotishning eng tipik yoki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti belgilagan eng tipik irq yo'qotish siyosatidir, tug'ut cheklash siyosati. Xitoy hozir buni yo'lga qo'ydi, hozir Xinjiangda eng og'ir yo'lga qo'yilgani shu. Hozir Adrian Zennes dediki bu 2015-yil, 2016-yildan boshlab texmi og'irlashdi bu ahvol deydi. Vatandaşım bu iş başlanğını qachon bilamsiz? 1987-yili 1-oyda. 1-oydan boshlab atalmış Xinjiang Uyghur Avtonom Rayonluq hükümet 1-oydan boshlab
Şinjan Uyghur Abdunum rayonida mustamlika Uyg'uristonda planlıqtığı siyasetini yolga qo'yib, Uyg'urlarning ichida vahshiylik bilan elib bordi ta ki bugungacha. Shundaq hisoblaganda qancha yil bo'ldi? O'ylab boqing vatandoshlar. Hozir 23-24 yilga to'g'ri kelamdi qancha? Qayta hisoblab chiqqan, hozir men darhol hisoblayolmadim. 1987-yil 1-oydan boshlab yo'lga qo'ydi. Hozir Adrian Zinnes buning eng yuqori chekka yaqin maksimum daraja ko'tarilgan yilni bu qatimqi yig'ib olish lageri bilan munosabatli qoldi. Bugun tekshirib yuqori qo'yibdi. Bu to'g'rida hozir Amerika Birlashma Agentligi maxsus maqola e'lon qildi. Hatto Jungo Amerika munosabati jiddiylashayotgan shundaq paytda Amerikaning buyuk agentligi ham yozgan maqolaga o'zining ismini qo'ya olmabdi vatandosh. Ishning eg'irlik darajasining nima ekanligini shundan bilib oling vatandosh. Demek hozir Xitoy hukumati har jihatdan birla Uyg'urlar Allah emas, butun dunyoga g'oljilik bilan etilishga boshladi. Buning ichida eng tipik, eng vahshiy, eng yovuzlik bilan etilayotgan Uyg'ur xalqi. Uyg'ur xalqiga etildi. O beket Uyg'ur, Xitoy hukumati Uyg'ur xalqiga etildi. Hali madaniyat yo'qotish, o bu yo'qotish. Kişilik hukuk bu derecede alqıp ketdi. Hozir Adrian Zinnes'in sözüge qarasangiz, ırq yo'qotish, millatni yo'qotish, etnik yo'qotish. Demek bugun qo'yilgan undash belgisi Xitoy hukumati Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonida mustamlika Uyg'uristonda etnik yo'qotish, irq yo'qotish siyosetini yo'lga qo'ydi deydi Adrian Zinnes, hurmatli vatandoshlar. Ahval ana shu yerga yetdi. Endi men sizlarga savol qilib qo'ydiganim, o'zim tushunmadim dedim boshda. Ele xabar yozuvchi kishi shundoq debdi, birinchi xabarda Amerika Qo'shma Shtatlari endilikda bir xil hisob. Masalan, Hong Kongcha qonun masalasi, Şinjan'da kishilik huquq masalasi, Janubiy dengiz masalasi, Tayvan bo'g'ozi masalasi qatorliq masalalarni 9-oyda biroqli hisob elish yoki o't kuchini markazlashtirib hisob elish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari tayyorlik qilyotidi deydi. Hozir buning konkret ifodalarini hozir bu yerda aytishga bo'lmaydi debdi xabar yozuvchi. Lekin bizning umidimiz, sizning umidingiz Amerika Qo'shma Shtatlari bu vahshiylikka Jungo Kompartiyasi hukumatining yoki Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonidagi Jungo Kompartiyasi ko'chman Xitoylar hokimiyatining Uyg'urlarga mushundaq dahshatli siyosat yurgizayotganda Amerika Qo'shma Shtatlarining qat'iy va keskin sado qaytarishini, javob qaytarishini siz ham, biz ham, ana Adrian Zinnes ham butun dunyo umid qilib turibdi, hurmatli vatandosh.